menga haqoratli so'zlar yubording. Shunga qaramay, senga necha bor nasihat qildim. Tirik bo'lsalar ham, halok bo'lsalar ham senga xabar keltirsinlar. Ammo u yerda aytilgan so'zlar uning uchun kutilmagan bo'ldi. Boyazidni olib kelishgani haqida eshigog'i Amir Temurga xabar berdi. Amir Temur Boyazidning holini so'ragach, darhol buyurdi. Tezda banddan xalos qiling. Hurmat va ehtirom bilan huzurimga keltiring. Nimaiki boshingga kelgan bo'lsa, bunga o'zing sababchisan. Meni sening ustingga yurishga majbur qilding. Menga haqoratli so'zlar yubording. Shunga qaramay, senga necha bor nasihat qildim. Ammo sen quloq solmading. Shuning uchun majbur bo'lib ustingga keldim. Aks holda sen biz bilan murosa qilib yashagan bo'larding va bunday kunlarga duch kelmasding. Men shuncha sabr qildimki, balki sen insof yo'liga kirarsan va musulmonlarga tashvish bo'lmasan deb umid qildim. Agar mening so'zimga kirib, yaxshi muomala qilganingda, men senga lashkar berar edim. Sen borib g'azo qilarding. Lashkardan tashqari mol-mulk, qurol aslaha, ot ulov qancha kerak bo'lsa, barchasini yuborardim. Men sendan 4 ta yengil iltimos qildim. Biri shuki, Kamoh qal'asini taslim etasan. Ikkinchisi, Tahurdan xonadonini bizga yuborasan. Uchinchisi, Qora Yusufni o'z mamlakatingdan chiqarib yuborasan. To'rtinchi, bizga donishmand kishilarni yuborasan. Toki ular o'rtamizdagi ahd va paymonni ta'kidlaydilar va buni xushnudlik bilan senga yetkazgaylar. Ammo sen shu mayda narsalarga ham rozi bo'lmading va faqat qarshilik ko'rsatding. Zamona seni ibrat uchun o'zingga ko'rsatdi. Toki bilgilki, mardonalik kuchi bilan zamonaga qarshi borib bo'lmaydi. Bir davlatning chirog'ini Tangri Taollo yondirib qo'ygan ekan, uni xudbinlik shamoli va g'urur nafasi bilan o'chirib bo'lmaydi. Agar voqea aksincha bo'lib sen g'olib bo'lganingda, menga va askarlarimga nisbatan sendan qanday ishlar sodir bo'lishi ma'lumdir. Hozir ulug' Tangri Taollo menga g'alaba ato etdi va quvvat berdi. Men senga yaxshilikdan o'zga ish qilmayman, toki jahon ahliga ravshan bo'lsinki, har bir idish o'z ichida bor narsani to'kadi. Baxt menga yor bo'lmagani sababli sendek bir sohibqironning nasihatlarini qabul qilishdan yuz o'girdim. Oqibatda esa o'z fe'lim jazosini topdim va o'z qilmishim mukofotini ko'rdim. Ammo sen Hazratdan karam va ulug'lik sodir bo'lishi ajab emas. Agar gunohimni kechirsang, gunohlarim yozilgan daftarga kechirim belgisi qo'ysang, to tirik ekanman, o'zim ham, farzandlarim ham bandalik va xizmat maqomida umr kechiramiz. Suhbat so'ngida Yildirim Boyazid Amir Temurdan shuni so'radi. O'g'illarim Musa va Mustafa jangda men bilan birga edilar. Ko'nglim ular tomonda. Sohibqirondan iltimosim shuki, odam yuborib
ularning ahvolidan xabar olinsin. Tirik bo'lsalar ham, halok bo'lsalar ham senga xabar keltirsinlar. Bundan xotiring jam bo'lsin. Sarkarda xabarchilar borib Bayazidning farzandlari holidan xabar olsinlar. Bir necha kundan so'ng Musoni topib Sohibqiron huzuriga olib kelishdi. Sohibqiron unga maxsus libos kiydirib otasining huzuriga yubordi. Yildirim Boyazid uchun podshohona oq o'tov tiklandi. Sohibqiron unga doimiy inoyat va shafqat ko'rsatib, har kuni huzuriga chaqirtirar, u bilan suhbatlashar va ko'nglini ovutib turardi. G'alabadan keyin Amir Temur Boyazidga nisbatan izzat ikromni kanda qilmadi. Bir bazmda Amir Temur Boyazidni huzuriga chorladi. Boyazid Sohibqiron huzuriga xavotir bilan keldi. Ammo u yerda aytilgan so'zlar uning uchun kutilmagan bo'ldi. Amir Temur bu mamlakatni yana uning o'ziga qaytarib berishini va'da qildi. Shu orada Amir Temurning nevarasi Abu Bakr Mirzo Boyazid Yildirimning asir tushgan ikki qizidan biriga uylanish istagini bildirdi. Amir Temur avval asirlarni Boyazid ixtiyoriga topshirdi. So'ng bu taklifni uning o'ziga ma'lum qildi. Boyazid rozilik bildirgach, Abu Bakr Mirzo Boyazidning qiziga uylantirildi. Boyazidning xotini Serb malikasi ham asir olingan edi. Uning musulmon emasligi aniqlangach, Amir Temur talabi bilan u islomni qabul qildi va shundan so'ng Boyazid huzuriga topshirildi. Shu tariqa Boyazidning ikki qizi va xotini uning ixtiyoriga qaytarildi.